Assalomu alaykum ekrandagi aziz ko'rmanlar. Başlam to'ri orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men Başlam to'ri riyosatchisi Nigora Baxtiyor. Hayotlik degan harakat, hayotlik degan mehnat. İzinsiz hayotlik bo'lmaydi. U ana shu hayotlik yo'lida tinimsiz izlanayotgan, o'zining go'zal orzusini ishga oshirish uchun to'xtamay tirishayotgan, umoqlarimizning, shundaqla yoshlarimizning yoqtirishiga, qo'llashiga erishib kelayotgan Ablajon Avut Ayub. Talantlı naqshchi Ablajon muzika ishlash, naqsha aytish, usul o'ynashni o'ziga mujassamlashtirgan qobiliyatli naqshchi. Uning naqshlarida muhabbat, olg'a ilgirlash, intilish asosiy tema qilingan bo'lib, bo'lib yoshlarimizning izchil yaxshi ko'rishiga erishib kelyapti. Biz bugungi programmamizda Ablajonning yangidan bozorga solingan plastinkasi to'g'risida uning bilan suhbat etib bormoqchimiz. Diqqatlar programmamizning davomida bo'lsin. Assalomu alaykum Ablajon. Va alaykum assalom. Sizning mushqitimliq yangi plastinkangiz bozorga selinishi bilan YP plastinkasi degan yangi bir uqum kirdi. Mushu nima degan gap bizga tushuncha beramsiz? Bo'ldi. YP plastinkasi aslidagi ingliz tilidagi ma'nosi extended play. Ikki gapning extended play degan gapning oldidagi y harfi bilan yana bir so'zdan play harfining p harfini tashkil topgan YP degan so'zda. Buni Uyg'urcha hozircha lug'at ma'nosi yo'qda. Biz buni bunday aytganda mikro kichik tipli plastinka deb ishlasak bo'ldi. Ya'ni odatda birdan 2gacha bo'lgan naqshni tarkib topgan. Eng ko'p bo'lganimi 5 naqshda o'z ichiga olgan masalan bir plastinka. Endi mening plastinkamda 4 naqshni tarkib topgan. DVD'sida 4 tane video, 4 tane surat. Ondan CD'sida 4 naqsha, 2 diskidan bir bo'lak tashkil topgan shunday bir plastinka. Shuning uchun bu plastinkaga YP plastinkasi deb atadi. Undaqda mushu plastinkangizga men shu deb ism qo'yibsiz-ku? Nima mushtaq ism qo'yishni qaldingiz? Men shu deb ism qo'yishning bir necha xil sababi bor. Bu nomda asosiy sabablardan birisi bo'lsa, men plastinkamga o'zimning nadir naqshning ismidan birini tanlab qo'yish emas, balki mush simvollik bir ma'nosi bor bir gaplarni qo'yishni yaxshi ko'raman-da, azaldan. Endi men shu deb qo'yishimning yana bir sababi nurg'un vaqtlardan beri televizorlardan, torlardan va yoki telefon aloqasi orqali nurg'un ushur vositalardan ishkir o'lkalarda men to'g'riliq bo'lmagan xabarlardan, uyabiyalar gap so'zlardan nurg'un xabarlarni oldim. Masalan, nurg'un kichik farzandlarimiz mening naqshlarimdan nurg'un sanali aytgan vaqtida kimning naqsi Ablajon, mening naqsi Ablajon, akasining naqsi Ablajon degan kim? Yana bir savolda. Undan keyin yana oliy maktabda o'qiyotgan nurg'un to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan ishkirliklarda nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bularning mening naqshlarim mening diskam orqali ko'pchilikka Shinjongning madaniyatini, Uyg'ur millatining moda musiqalarini tanishtirmoqchi bo'ldi-da. Ular har xil usullar bilan mening naqshlarimni ular anglitib, ular qo'yib berib, qanday keyin bu kim Ablajon degan kim degan o'xshash nurg'un savollar. Hamda shundoq savollar qaytalangandan keyin bu yer bir savol kelib chiqdi o'xshashlar. Ablajon degan kim deb. Shundan men shu deb Ablajon degan men shu. Shular bir xil ma'nosidan ya'ni bu plastikadagi naqshlar ma'nosidagidek mening ishimdan chiqqan rasmsam, yuragimdan chiqqan naqshlar deb qarayman. Shunga o'sha plastik orqali meni tushuna olasiz. Ablajon degan men shu deb shuning uchun Ablajon men shu ya'ni Xanzu aytganda Joshua, just me deb ism qo'ydik. Ablajon, bu plastinkangiz mamlakatimizning butkul joylariga tarqalibdi. Lekin men anglab baksam, bu qitimli plastinkangizda milliycha uslub ozroqga. Siz bu orqali nima maqsad ketmoqchi? Bu savolni yaxshi so'radingiz-da. Siz degandek bu plastinkani butun mamlakatga tarqatganligimiz uchun men bu yerda o'zim bir qadar o'rtaq madaniyat nuqtasini tepishni o'ylashdim-da. O'zini Uyg'ur millatidan boshqa Jumhuriyatga yana 55 millatni o'ylashgan bir masala bor. Bundan boshqa yana buningda bizning moda musiqaga nisbatan aytganda bizniki til asosan til ketmaydi deymiz-ku. Biz aytilayotgan hissiyotdan, aytilayotgan suratlardan, naqshlarni anglab turib, bu naqshning nima aytganligini anglab o'sha hissiyotga o'rtaqlasha olamiz. Shuning uchun men bir xalqaroga yaqin bo'lgan bütün dünyada hozir moda bo'layotgan xalqaro iqlimga egashgan asosda mayli Xanzu millati bo'lsin va yoki Mo'g'ul millati bo'lsin, boshqa millatlar tushuna oladigan bir xil
hammalarga o'rtaq bo'lgan bir xil zamonaviy uslubni tanlab turib shu plastinkamni ishlab chiqdim. Undan boshqa bizda yana nurg'un talantli cho'lponlarimiz, mamlakatga bundan burun bizning rayonimizning nurg'un alayliklarni, nurg'un naqsh uslublarini, nurg'un moda muzikalarni tanishtirib, nurg'un danlarni chiqadi ishkillarda. Shunday yaxshi natijalarga erishdi. Biz albatta ulardan faxrlanamiz. Endi men yana shu ustozlarimiz qilib bo'lgan ishlarni, menga bo'lgan uslublarni davomli takrorlagandan ko'ra, yana o'zimga xos bo'lgan, yana ko'pchilik bilan tanishib bo'lgan eng moda uslublar bilan electronic dance music, undan keyin o'zim o'ynaydigan usullar va yoki boshqa o'zimga xos bo'lgan usullar orqali bizning rayonimizning ishkidagi boshqa millatlar bilmagan yoki ko'rmagan bir xil ma'qul jihatdagi obrazni shularga ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bu mening yana mushkul uslublarni tanlashdagi yana bir maqsadim iborat. Endi albatta siz degandek buningda shunday sabablar tufaylidan shunday o'zimizning milliy an'anaviy uslublar bir qadar kamchilik qolgan. Buning sababini bayab so'zlab o'tdik. Lekin bizning suratsiz jarayonida biz albatta bu narsani alishganda agar bizning tarjimonimizni o'qimasa yoki ko'rmasa, ablajon Şinjan'da kelgan deb bilamay qolmaslik uchun biz naqshlarimizni ichiga o'zimizning eng go'zal manzaralarini, men yaxshi ko'radigan, qiynashlarimizni yaxshi ko'radigan Qashqar Kon shahrining intayin go'zal manzaralarini tanlab turib, shu xil maydonning o'zida biz MTIga intayin yaxshi bir ko'rinishlarni tanlab turib, shunday yerda suratga oldik. Demak, garchi bizning naqshimizda, uslubimizda va yoki boshqa yerlarda siz degandek uslublar kamchil bo'lsin, lekin bizning MTI'dagi suratlarda, MV'imizda nihoyat go'zal ko'rinishlar orqali o'zimizning jo'grafiylik o'rnimizni, o'zimizning madaniyatni shu orqali aks ettirdim. Bundan boshqa olgan yana mush plastikadagi seni suyman degan naqsh bor. Bu o'zimizning ona tilida o'rnagan intayin go'zal. Endi shu ona tilida o'rlash orqali garchi intayin zamonaviy bir xalqaro bir uslub bo'lsin, lekin shu butun mamlakatga tarqatilgan mush plastinkamning ichida o'zimizning Uyg'ur tilida o'rnagan bir naqshni mush naqshlarga yandash qilib butun Jumhuriyatdagi barliq anglovchilar anglolganligim mening yana bir xushal bo'lgan bir ishim. Shunga mush sabablar tufayli, ya'ni ko'pchilikni o'ylashgan, xalqlarga yaqinlashgan va shu butun cho'nquruqlikdagi Tayvan Shangon qatorliq rayonlarni o'z ichiga olgan barliq anglovchilarning anglab tushunishiga, ko'rib tushunishiga va rayonimizning hozirgi holatdagi zamonaviy obrazni shularga ko'rsatish, tushuntirish uchun mushkul uslublarda ishlab chiqdim. Barakallah ablajon. Rahmat. Undaqda ablajon, mushundan qaraganda sizning bundan keyingi muzik ishlash jihatida uslubingiz bo'lsin va yoki boshqa uslublar jihatdan bo'lsin, o'zgarish bo'lamdi? Men o'ylayman bundan keyingi bir mazgil ichida mening muzik uslubimda o'zgarish, asosan cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Faqat hozirgi uslubimni texnik kamolatga yetkazish, takomillashtirishni maqsad qilman deb o'ylayman. Hamda hozir ishlayotgan Jasmi, hozir e'lon qilgan Jasmi, men shu nomli plastinkamizning obyektiv ishkili o'lka, ya'ni butun Jungo cho'nquruqligi. Shunda bo'lganlik uchun hamda biz bayon etgandek nurg'un ko'pchilikka o'rtaq bo'lgan xalqaro uslubni tanlab plastikani ishlab chiqardik. Hamda men mayaqqa tutgan bir xil muzik uslubimni ko'chiribla albatta rayonimizga qaratmayman. Chunki rayonimizga qaratgan naqshlarimda yana bunaqadek o'zimizning milliy an'anaviy uslublarni asos qilgan, Uyg'ur xalq naqshlariga o'xshab ketgan, tashlab o'ynayli, Ashraf Navosi, qatorliq mashinaga o'xshash naqshlarni albatta ko'plab yozaman, ko'plab o'g'irlayman. Undan boshqa yana jo'shqinlik, usul, Uyg'urcha usul, yoki boshqa usullar, yoki muzik akkordlashtirish o'zimizning Uyg'urcha chalg'ularni albatta bunga keltirib qo'shish qatorliq ishlarim bundan keyin mening qilgan muhim ishlarimdan iborat. Hamda bu plastinkamda bayon degandek bu plastinkamning obyekti butun mamlakatga 56 millat bo'lganlik uchun shunga bizning rayonimizdagi qiyinlashlarimizdan plastinkamni qo'llab setib olgandim. Intayin xush bo'ldim. Shunday xushal bo'ldimda, nurg'unlar shunday yaxshi baholarni berib, plastinkamning setilishini shunday yaxshi ilgari suradi. Albatta sizga bir tal taqdim qildim batdi, lekin asosan sen hozir menda bir tal yo'q. Demak, setilishini yaxshi bo'ladi. Endi men ko'pchilikka yaxshi ko'rishni umid qilman. Vaqti bo'lsa yoki xohlasa ko'rib chiqishni, chunki men jafoliq amkin natijasi ko'rib chiqishni umid qilman, lekin ko'pchilikka cho'qim situasiyagan, situatlarlar deb mana tavsiya qilmayman, chunki bayam so'zlab o'tgandek so'zlar tufayli. Albatta, tomoshabinlarimiz yana nimalar bo'lmasa bizning
qayndoshimizning biz yaxshi ko'rgan Ablajonning emgak natijasi deb setib olgan bo'lsa, men intayin xushal bo'lgan bo'lmayman, lekin bayan tomoshabinlarimizni men bularni cho'qim setilishga tashabbus qilmayman. Rahmat Ablajon, men sizni yaxshi ko'rgan barliq naqsh havaskorlaringizga vakolatan sizning bundan keyingi ishlaringizning o'ngishli bo'lishini, kelgusigizda texnik parlaq bo'lishini tilakdoshman. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Ablajon, mush qadimliq hippie plastinkangizni ishlashga qanchalik vaqt ketdi? Ondan keyin mush plastinka naqshlaringizda mayli ovoz jihati bo'lsin, mayli surat jihati bo'lsin, qanday yangi texnikalar bor? Masalan, burunqiga o'xshamaydigan qanday yangi texnikalar bor? Bu plastinkaga biz plan jihati 2 yil vaqt ketdi. Bundan keyin rasmiy qo'l tutib ishlab qolgan vaqtimiz 1,5 yil. 1,5 yil. 1,5 yil. Endi mush plastinkamizda aytganda mening orzularim, ya'ni maqsadlarimdan birisi bo'lgan, rayonimizdagi naqshlarimni, uslublarimni va boshqa jihatdagi kasbiy jihatdagi va boshqa jihatdagi safolarimni mukammallashtirish, tixim mukammallashtirish izlanishdan tashqari, o'zimning kasbiy hayotida tixim yaxshi natijalarga erishish, o'zimning kasbiy hayotida bir bosish kerakli natijalarni hosil qilish, mana bir plan bor. Albatta bu plan, bu maqsadlar mening emas, meni qo'llayotgan rayonimizdagi ichki o'lkalardagi va chet elda turishliq nurg'un qarindoshlarimizning o'rtaq arzusi edi. Shu sabablardan men ma'lum bir vaqtda kelganda, ya'ni fursati pishib yetilganda shunday bir plastinka ishlab, shunday bir manzillarga yuzlanish planim bor edi. Shunga 2 yil oldida balkim hozir payti pishib yetildi deb o'ylab, mush plastinkaning planini tutish qilib boshladik. Boshlab 1,5 yildan beri uning rasmiy ish tutib qolgan xizmatlarini qilib, mana bugun kun kelganda lekin tomoshabinlarimizda yuz ko'rishadi. Endi bizning mumkin bo'lsa yana plastinkamizning doirasini cho'ngaytirib ko'pchilikka rasmiy normal bir plastinkani sunish niyatimiz bor edi, lekin iqtisodiy qiyinchilik, texnik qiyinchilik, odam kuchi, vaqt qiyinchiligi, nurg'un qiyinchiliklar tufayli shu plastinkamizga naqshni oz qo'shishga majbur, ya'ni oz qilib yipi plastinka qilishga majbur bo'lib qoldik. Endi bundoq deganda, bundoq chetgan vaqtimda asl planim tuzgan vaqtda 5 naqsh bor edi plastinka naqshida. Lekin bir naqsh qolib qoldi. Nima sababdan? Chunki biz u vaqtdagi ijod qilib, u vaqtda ishlagan moda muzikani iqlim bilan hozir e'lon qilgan moda naqshlarimizdan moda iqlim o'xshamay qoldi. Chunki hammamizga ham hozir narsalarning yengillik surati intayin tez. Bizning moda muzika sohasimiz shundoq. Bu yil bilan kelaylik bilan yana bir yillik o'xshamaydi. Cho'qim siz vaqtida asarlaringizni chiqib, vaqtida tomoshabinlarga sunishingiz kerak. Va yana saqlab turib, yana plastinkalarımizga naqshlarni ijod qilib ishlab qilish bir qadar qiyin. Bu mendek hamma narsani o'zi ijod qilib, o'zi qildigan, o'z bir qulluq loyihalab qildigan naqshchi aytganda tixim shundaqda. Shunga shunaq nurg'un sabablar tufaylidan biz plastinkamizni ko'zlagan maqsadni intayin kechib chiqargan bo'lsakmi, yana har holda tomoshabinlarimizga yepiy shaklda intayin sifatli darajada qo'lga yetkazishga tirishdik. Hamda texnikalik masalalarni nisbatan aytgan vaqtimizda bizning men hamda ovoz ustidagi texnikalar ustida so'zlab o'tay. Hamda texnikalik masala ustida burunga qaraganda cho'ng yangiliklar bo'ldi deb men cho'ng gapirishni yaxshi ko'rmayman-da. Lekin biz az bo'lgandimi har bir xizmat alqisiga intayin samimiylik bilan muomala qildik. Ishlatgan yumshoq detallarimizni, ya'ni master qilish jarayonida ishlatgan yumshoq detallarimizni yangilangan, yumshoq detallar. Hamda mening musikamni on diskini bir taraf qilishga akam ustozim Mavlon Mahamudmin muallim bilan Asad Abdurahmon muallim ikkisi ayrim oldida mas'ul bo'lgan. Mush jarayonda ular yumshoq detallarning yangilangan nashrlarini ishlatib, uning keyin bir kun, 2 kun yana to'xtab, buni qayta anglab, masalani tepib chiqib, yana davomlashtirib degandek usullar orqali eng yaxshi bo'lish uchun, eng yaxshi anglash tuyg'usiga yetishni maqsad qilib, shunaqa natijalarni qo'llashib, eng oxirida yaxshi ishlab chiqdik deb o'ylayman. Undan boshqa yana biz buni mas'ul qilish jarayonida chet ellardagi maxsus muallimlar bilan, ustozlar bilan turlarda men bir necha qitim o'zaro almashtirish orqali, ular anglab yoki ularningki ancha-muncha qilib kelganini anglash orqali o'zaro almashtirib, biz ba'zi narsalarni silishtirish orqali
aralıktaki texnik farklarını kichik chiqartirishdik. Şuna buxtumliq naqshimizda hamda menimcha yana bunaqa naqshimiz qaraganda bizning ijtihod bilan ishlagan ishlarimiz eng cho'ng tarix deb o'ylayman. Undan boshqa bayam so'zlab aytgandek yumshoq detallarni yangi nashrni ishlatdik. Hamda suratda birozdan keyin yana bizning plastikamiz uchun zo'r kuch chiqargan operator do'stim Mantin Abdujilil texmo inch kerak so'zlab bersin. Alloh rahmat sizga. Ablacan, sizning shu yaqin kelgusimizda bizni texmo faxrlantiradigan, bizni texmo hayron qoldiradigan xush xabarlaringiz bormi, yo'qmi? Albatta sizga o'xshash, yana xalqimizning shunday himoya qilishi, shunday qo'llashi ostida yo'llarimiz intayin ravon bo'lmoqda. Sizga rahmat, xalqimizga rahmat. Hamda yaqin kelgusida ko'pchilik yetkazgan intayin muhim bir xush xabar bor deb o'ylayman. Mana shuning ma'nosi intayin cho'ng. Ya'ni 2014-yil 1-11-kuni 2013-yillik Xanzo tilidagi nadir naqshlar mukofot taqdish murosimiga Kamina Piqer taklif bilan qatnashib o'yin qo'ydigan bo'ldim. O'yin muborak bo'lsin. Rahmat. Bu men uchun aytganda, menimcha yana ko'pchilik uchun aytganda intayin bir katta xush xabar deb o'ylayman. Yana mening shu ishkirga yuzlangan, ishkiri o'lkalardagi bozorga yuzlangan birinchi qadamimning intayin o'ng'ishib bo'layotganidan intayin rozi bo'ldim. Bu to'g'riliq ko'pchilikka rahmat. Undan keyin Shinjang Development madaniyat taqdish shirkatiga ko'pdan ko'p tashakkur. Aprin rahmat. Undan boshqa yana mana hozirdan boshlab yana inchga aldirmay bir-birlab ikkinchi uyg'urcha plastinkam ustida tirishyapman. Naqshlarimni asosan yezib muqimlashtirib ishlash ishlarida asosan birgalab berib qolib o'ylayman. Hamda biz bir tarafdan naqshlarimizni tayyor qilib, bir tarafdan suratlarimizni tayyor qilib 2014-yili ko'pchilikka eng yaxshi bo'lgan, ko'pchilikga yaxshi ko'radigan eng nadir naqshlarimizni taqdim etish mening 2014-yildagi eng cho'ng ishlarimdan birisi, yana eng cho'ng orzuyim albatta ko'pchilik uchun eng cho'ng xush xabar deb o'ylayman. Mayli nima bilan bo'lmasin, albatta rayonimizdagi o'zimizning qarindoshlari yana Uyg'ur tomoshabinlarimiz biz eng suydigan ham bizni eng suydigan tomoshabinlarimizdir. Hamda shuning uchun biz mayli nima ish bo'lishiga qat'iy nazar albatta bu nuqtani intayin unutib qolmaymiz. Ko'pchilikka rahmat. Menimcha hozirgi yaqin kelgusidagi xush xabarlarim shulardan iborat. Undaqda Ablacan, sizning o'sha ekran oldida o'tirgan barliq naqsha havaskorlaringizga deydigan qanday yurak so'zlaringizni anglab baqaylik. Ko'pchilikka to'liq tashakkur. Necha yillardan beri ammonlarni himoya qilish bilan ammonlarni qo'llash ostida men bugünkidek kunlarga ulashdim. Albatta bu mening o'zimning yolg'iz tirishchiligimni emas. Mening atrofimdagi men bilan birga mo'riga tirab tirishayotgan inalarimizning, akallarimizning, adillarimizning va barliq meni yaxshi ko'radigan, men yaxshi ko'radigan xalqimizning o'rtaq natijasidir. Shunga shu sababdan barliq seni qarindoshlarimizga ekran yuz orqali alohida ehtirom bildiraman. Hammalarning qo'llag'anlarga rahmat. Yana shu ushbu men shu nomli plastinkamiz bayam so'zlab aytgandek o'z orzuyim va ko'pchilikning mendan kutgan umid uchun ro'yobga chiqarilgan bir asar. Albatta bu ishlarimiz intayin o'ng'ishib bo'lmoqda. Albatta bundan keyin biz yana tomoshabinlarimiz bilan birlikda ham yaxshi kelgusi yaratish uchun davomli qilishimiz. Buning ustida endi men barliq tomoshabinlarga, mush plastik ishlashga qatnashgan barliq texnik xizmat xodimlarga eng oxirida bizga shunday yaxshi sharoit va sahnalarni yaratib bergan Shinjang Development madaniyat taqdish shirkatiga va mush shirkatning bosh direktori Ribonbin apandiga alohida tashakkurimni bildiraman. Hammalarga rahmat, tashakkur. Rahmat Ablacan, oxirida men sizning barliq yaxshi ko'radigan naqsh havaskorlaringizga vakolatdan sizning bunday ishlaringizning texnik o'ng'ishli bo'lishini, kelgusimizning texnik parlaq bo'lishini tilakdoshman. Rahmat sizga. Rahmat, sizga rahmat. Sizningmi tinang salomat bo'lsin, ishlaringiz o'ng'ishli bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum amtiman. Va alaykum assalom. O'sha qitimliq yangi plastinkaning surat qilish qatorli xizmatlarni siz ustingizga olibsiz. O'sha plastinkani ishlash jarayonida qanchalik vaqt va qanchalik odam kuch sarf qilganinglar bizga noma'lum. Undaqda o'sha to'g'risida ozroq ta'sirotingizni anglab baqan bo'lsak. Men eng avval do'stim Ablacanning men shu nomli Xanzu tilini asos qilgan mikroplastinkasini butun mamlakatga taqdim qilganligini chin ko'nglimdan tabriklayman.
siz bayan degandek mush plastinkaninki suratdan adam kishiyatdan ilib etsaq bu plastinkada 3 tane MV 4 tane CD naqshi bor bir plastinkaning ichida shu 3 naqshini ishlash jihatda adam kishi desak adam kishi bir qadar ko'p ishlatildi masalan siz ko'rgan aptab chiqgan naqshida kichik bolalar qadar ko'p undan keyin bugun nomli naqshidami odamlar qadar ko'p biz shu suratni yaxshi ishlash jihatda hamda surat ishlash jihatda masalan burun ablajonninki boshlandiq nomli plastinkasida bir butun maxsus ablajonning maxsus plastinkasi bor ashunda 10 necha suratli naqshi bor demak biz shu 3 naqshi bo'lsa-mu garchi bu plastinkada mikroplastinkada 3 naqshining surat ishlashga ketgan mablag' oldingi qitimliq bir tal maxsus plastikaga ketgandimi ko'proq mablag' silindi masalan surat olish uchun Qashqarga bordik 10 necha odam texniklar bilan borib artistlar borib 10 necha 20 yaqin odam Qashqarga berib 2 kun surat ilib kelib degandek undan sirt biz tixmi yaxshi ishlash uchun Urumchida masalan Yikenko'l maydonida bir shu bugun degan naqshning ko'rinishini shu yerda bir kun ko'rinish olganmiz ko'rinish olgandan keyin qarasak ko'rinish ko'nglimiznikidek talab bo'yicha bo'lmagan shuning bilan biz bir kun sarf qilib olgan ko'rinishni qaytadan boshqa o'rinda ilish to'g'ri keldi ham shunday qildik undan sirt masalan texnik xodimlar kirishtiruvchi montaj rejissyor jihatda biz shu rayonimizga eng yaxshi do'stlarimiz bilan hamkorlashdik demak endi bu plastinka garchi 3 MV'dan tarkib topgan 4 CD mikroplastinka bo'lsa-mu ablajonninki oldingi qitimliq maxsus plastinkasimi zo'r undan zo'r darajada qaldisda xalq bağlaydiganda undan mablag' jihatda yuqori mablag' sinilgan ham vaqtmi shuningdek vaqt ketgan vaqt jihatini olsak biz 2012-yilda suratni 2012-yilning oxiri bizda aptab chiqgan naqshini suratga ep bo'lgan demak 2012-yilning oxiri boshlab 2013-yilda 10-oyga kelgan vaqtda buning surat oxirgi bosqichi tamomlandi bu jihatda biz bizdan hamkorlashgan rayonimizga eng yaxshi texniklar kirishtiruvchi bo'lsin rejissyor bo'lsin shularni hamkorlash undan sirt biz plastikani yaxshi qilish maqsadida O'zbekistondan bir montajlik qilgan ham operatorlik qilgan bir inimizni chaqirib keldik bu plastika bozorga so'lib hozir juda yaxshi olqishlar yaxshi teklif fikrlar bo'lyapti demak bundan keyin ablajonninki mushu mamlakatga yuzlangan plastikasining boshlanishi bo'lib bundan keyin bundan yaxshi asarlarni cho'qim mamlakatga ham xalqaroga yüzlendirishiga ishinaman ham men qo'limdan kelishicha bir kishi to'famga qo'shmadim. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Bugungi suhbatimizga Ablajon bilan Seni suyman degan naqshni hamkorlashib etgan rap naqshisi Akrammo Alay taklif qilindi. Odatda rap naqshisi desa bizning ko'z oldimizga ritmi bir qadar tez bo'lgan naqshlar keldi. Ammo bu rap naqshisi larzon romantik uslubda aytilgan. Mush to'g'risida bizga tushuncha beramiz. Rap deganimiz endi shu biz Uyg'urlarga bak yaqin bo'lgan bir san'at turi. Burungi zamonda maddah erkin qafiya deb mishtaq uslublar bor deb shu chog'larda ko'nlar ko'chaga chiqib o'ziniki xalqlarni yig'ib shaharda bo'tqa ishlarni yomon illatlarni shularni deb birdi uningdimi yaxshi ideyalarni tashviq qildi shaharning ichida anki hozirgi zamonda bunga muzika qo'shildi muzika qo'shilgani bilan muzika qo'shilgani bilan adabiyotdan ayrilib qoldi dedik Ablajonning albomida biz hamkorlashib shunday xush bo'ldim MTV'ni yaxshi ko'rdim shunday yaxshi chiqibdi ankim buningda men aytqinim shu biza astroq uslubda aytqinim ankim bu rap degan erkin san'at turi bo'lgan ekan buningda asta aytamdiq tez aytamdiq shu naqshiniki ritmga qarab shu odamniki xosligiga qarab ifodalandi Mesela odatda mushtaq rap naqshlarini mesela misol qilsak Ablajonning Seni suyman degan naqshi osti bo'lganligi uchun siz bu yerda shu rapni osti o'qidingiz shundaqmi? Ha, to'g'ri. Agar tez bo'lgan bo'lsa tezroq aytadingiz shundaqmi? Ha, albatta. Undaqda naqshning tez osti bilan munosabat ekanda. Naqshi osti bo'lsa-mu, ham tez aytqil bo'ldi. Bu naqshida asos temasi muhabbat to'g'riliq bo'lgan ekan, men
bu naqshning muzikasi osti bo'lganligi uchun men ostroq aytdim. Lekin buningda muzika osti bo'lganligi uchun osti aytish degan bunday shart yo'q. Bu rap degan erkinroq bo'lgandan keyin osti naqshiga tez aytqilim bo'ldi, tez naqshiga osti aytqilim bo'ldi. Chiqib muzikaningki hissiyotiga qartib esa menimcha rap yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga. Ershad yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizning shu Ablajonning emaillarida burundan tatib uchirtib kelyapmiz. Sizning shu Ablajonning eng dastlabki yordamchi usulchisi bo'lib chiqdingiz bilan mush qitimliq plastinkaga zo'r kuch qo'shibsiz. Sizning shu usul guruhingizga shundaqla Ablajonning plastikasi deydigan qanday yurak so'zlaringizni anglab baqan bo'lsak. Bo'ldi. Men Ablajon akam bilan hamkorlashqili 5 yildek bo'lib qopti. Bu qitimqi men shu nomli xanzuch plastinkasini so'zlaganda bu tunji bo'lib Jungoga tarqalgan Jungoga xanzuch shakl tarqalgan plastinka hisoblanadi. Bu qitimliq bu plastinkaga nurg'ulg'an ba'zi bir iqtisodiy jihatdan bo'lsin yoki bo'lmasa ba'zi odam kuchi jihatdan bo'lsin ko'p qiyinchiliklarni başımızdan kechirdik. Mayli usul jihatdan bo'lsin, lekin hamma bolalar o'zininki ortiqchiligini, o'zininki tirikchiligini ko'rsatib, bu qatam plastinkaniki texim yaxshi bozorga chiqish uchun o'zininki bir kuchlik to'kisini qo'shdi. Meningki o'zimning yurak so'zi hamda bu qatamqi mushu plastinkaniki bozorga chiqqandan keyingi Ablajon akamniki ishlarining texim o'ngishliq. Faqat Jungoga emas, butun dunyoga bu plastinkaning yuzlanishini chin qalbimdan umid qilaman. Unda sizdan shu usul guruhingizga deydigan yurak so'zingiz-chi? Usul guruhim deydigan yurak so'zim hamda men shu usul guruhiningki guruh boshliqchi bo'lish sifatim bilan bularni o'zim shaxsan usulninki talabini tahmiyat qattiq qo'ysam ekan deb umid qilaman. Bundan keyingi usulninki shakl jihatdan bo'lsin, yoki qiyinlik darajasi bo'lsin, texim eshib xalqaro saviyaga yetishni umid qilaman. Undaqda sizning kelgusiga bo'lgan yurak so'zingizni anglab baqsak bo'ladimi? Kelgusiga bo'lgan siz davomli usul guruhida qolib qolmoqchimi yoki qanday degandek? Albatta. Men hozirgacha 5 yildan oshdi men usul guruhida o'zimninki bir kishilik to'pamni qo'shib tirishyapman. Bundan keyinmi shu usulni o'ynamagan darajaga kelguncha shu usul guruhida Ablajon akamga qo'lma-qo'l bo'lib yaxshi natijalarni yaratib Ablajon akamga yor yo'lak bo'lsam kerak deb umid qilaman. Bo'ldi, rahmat sizga. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizning shu Ablajonning yangi plastinkasini ko'rgandan so'ng shu nova programmasidami Ablajonning uslubidan naqsh etib qatnashganingizni ko'rdik. Shu plastinkadami siz o'zingizning usul o'ynash, shundaqla rol olish jihatdagi alayliklaringizni yaxshi jariy qildiribsiz. Ammo siz o'zingizning shundaqla do'stlaringizning maydonda turib, shu plastinkaga bo'lgan ko'z qarashingizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bu men shu nomli plastinkaning ichidagi bugun nomli bu naqshni biz suratga elish jarayoni tunji qitim suratga olgan chog'da buni biz Qashqarda suratga olgan. Shu vaqtlarda biz berib maydonlarni o'rlashtirib qilib qo'ygan chog'larda men to'xtamay do'stlar bilan birga rasmlarni ko'plab yo'llaydim. Do'stlarim, ya'ni boshqa birodarlarim hamma to'xtamay xatlarni qoldirib telefon qilib, "Sen kinoda olyapsan" deb ashta gaplar bo'lgan. Bu haqiqatan ularga yangilik tuyulibdi. Ham shu vaqtlarda men o'zimdek payziz qilgan. Shuningga boshqalarning mayyaski bolalarning 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan bolalarning umuman ko'z qarashi bu plastinka bir yangilik bo'ldi bizga nisbatan. Shu Ablajon akamning tunji qitim xalqaralashgan bu plastinkasi shunglashqa Ablajon akamning bundan keyin texmi ko'plab yangiliklarni yaratib turishni bizga mushta texmo yaxshi fursatlarni yaratib bergani ko'plab rahmat aytaman mush munosabat bilan. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Sizning shu so'zingizni anglab baqaylik. Bo'ldi, men Dulxumor bo'lmayman. Ablajon akamning bu plastinkasiga qatnashganimdan intayin xursal. Menda bundan keyin Ablajon akamning shu har jihatdagi ishlarini qo'llab-quvvatlaymiz hamda tomoshabinlarning yaxshi ko'rishini umid qilaman. Rahmat. Sizlarga anglab baqaylik. Assalomu alaykum. Baştan direktor do'stlarim, Nurdan Ablajon Avtayib
akamdan usul grupasining a'zosi bo'laman. Mening yurak so'zim bo'lsa, bundan keyin Ablajon akamning ishlaridan texmo o'ngishli bo'lishini, plastinkalarni ko'plab setilishini umid qilaman. Bo'lsa, shu kan ko'raman do'stlarimizdan plastikani ko'plab setilishini umid qilamiz. Rahmat sizga. Unda sizning yurak so'zingizni anglab Mening ismim Abdukim. Men Ablajon akamning men shu nomli plastinkasining bugun nomli MTV'ga qatnashdim. Men bundan to'liq xursand his qildim. Mening Ablajon akamga deydigan yurak so'zlarim Ablajon akamning plastinkasining yaxshi setilishini shundaqla bundan keyingi har qanday ishlarning alg'i besishini, boshqa har bir qadamining g'alabalik bo'lishini umid qilaman. Rahmat sizga. Hammaga rahmat. Plastinka nomi men shu. Setilishni qanaqlar? Mana bu eng umaq yulduzimiz Serenay. O uzundan beri Ablajon bilan hamkorlashib kelyapti. Onun yaqinda Uyg'ur qizi nomli naqsi Tala yulduzi yangi yillik san'at kechiligida tunji qaytim tomoshabinlarimiz bilan yuz ko'rishdi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Serenay, siz mush qaytimliq plastinkada Aptopchiq degan nomli naqshini xanzucha etib, tomoshabinlarning yaxshi ko'rishiga erishibsiz. Musha Ablajon akangiz bilan hamkorlashib xush bo'ldingizmi? Shunday xush bo'ldim. Ablajon akam bilan jiq naqsh chiqarib, jiq plastinka chiqarib qizaq, tixmi tirisak, tixmi xush bo'lman. Ablajon akam qancha qutuq qozonsa, men shuncha xush bo'lman. Rahmat. Sizning mush Ablajon akangizga deydigan yurak so'zlaringiz bormi? Bu yerda shu Uyg'ur qizi degan naqsham chiqargan yerda Ablajon akam shunday japa chekdi. Bu yerda Ablajon akamga rahmat deyman. Ablajon aka japa chekdingiz. Ablajon akam bilan birga mustaqil tirishib, naqshlar chiqarishda hammasi Ablajon akam menga yordam qildi. Shu bu yerda Ablajon akam bek rahmat aytaman. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Nurg'un tomoshabinlarimiz Ablajonning rayonimizning xalqi davlatimizga, shuningdek boshqa rayonlarga to'nilishini kutib turmoqda. Undaqda bu qitimliq butkul mamlakatimizga tarqatilgan plastinkaning setilish ahvoli to'g'risida Ablajonning to'r tashviqot yordamchisi, shuningdek istiqbol sahnasida o'zini namoyon qilgan Yusufjon Adil, ya'ni taxallusiy ruhlarni mushu to'g'risida so'zlab berishni taklif qildik. Yusufjon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ablajonninki men shu nomli plastinkasi to'rga tarqatilgandan keyin nurg'un yaxshi baho va taklif fikrlarga erishdi. Men bu plastinkani sotib olgandan keyin intayin yaxshi bo'pti deb his qildim. Agar to'rdoshlarning bu plastinkani sotib olsa bo'lsa, butun mamlakatdagi har qaysi shimqoq kitobxonlaridan yoki unsiz markazining sotib olsa bo'ldi. Rayonimizda bo'lsa, vakolatcha setisorni Urumchi Dilkuyi unsiz markazining sotib olsa bo'ldi. Undan boshqa yana Tabav to'riga kirib, Ablajon degan alg'iliq so'zni kirish orqali ko'rib setib olsin bo'ldi. Intayin qulaylik. Bundan keyin Ablajonniki yangi albomining texmo yaxshi setilishini va Ablajonning buningki ishlarining va nishonining texmo yaxshi ham ro'naq tepishini chin ko'ngildan umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Olma ahmak, seni unutup gidişim akıldım bekirak. Böcek koşma, şunca amrak, gönül berip ödermiz, ben göğecil inak. Ladies and gentlemen, you are listening to Let's go! Bolsa cilve qilib nazini